Oybek aka, O'zbekistonda mebel ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi o'rinda turadigan top 5 ta viloyatlarni bilasizmi? Menimcha bilaman. Keling o'zimizdan boshlaymiz. Namangan 2-o'rinda deb o'ylayman. Aka, Namangan ham mebel bo'yicha juda ham kuchli, lekin u 5-o'rinda turar ekan. Unda 2-o'rinda aniq Andijon bo'lish kerak. Joy ko'rdingiz aka, Andijon haqiqatdan ham mebel ishlab chiqarish bo'yicha 2-o'rinda turar ekan. Qashqadaryo adashmasam ro'yxatda bor. Yo'q Oybek aka, afsuski Qashqadaryo bu ro'yxatimizda yo'q ekan. 3-o'rinni taxmin qilib ko'ring. 3-o'rinda Samarqand bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri topdingiz aka, Samarqand ro'yxatimizda aynan shu o'rinni egallagan. Yaxshi, unda kuzatuvchilarimiz ko'p kuttirmasdan 1-o'rinni aytib qolay. Toshkent viloyati O'zbekistonda mebel ishlab chiqarish bo'yicha 1-o'rinda turadi. Gap yo'q aka, buni ham to'g'ri topdingiz. Oxirgi 4-o'rindagi viloyat qoldi. Farg'ona viloyati ham mebel bo'yicha kuchli, menimcha Farg'ona 4-o'rinda bo'lish kerak. To'g'ri aka, Farg'ona viloyati haqiqatdan ham 4-o'rinda turar ekan. Ha, xuddi shunday. Oybek aka, o'zi mebel bo'yicha eng foydali maslahatlarni olishim uchun nima qilishim kerak? Sahifamga obuna bo'ling, mebel bo'yicha barcha muammolarga yechim berib boraman.